Instagram parolingizni esingizdan chiqarib qo'ydingizmi? Hozir men ko'rsatadigan amali bilan siz parolingizni aniq tiklay olasiz. Evaziga faqat like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar, ketdi. Buning uchun Google ga kiramiz va Instagram hack deb yozamiz. Birinchi chiqqan ссылкаga bosamiz. Agar siz parolni unutib qo'ygan bo'lsangiz, ya не помню parolni bosasiz, dalini bosasiz va o'zingiz akkauntingizni yozasiz. Siz pochta yoki SMS orqali parolingizni tiklay olsangiz bo'ladi. Buning uchun SMS yoki pochtani tanlaysizda, получить ссылку для входа bosasiz, sizga SMS shaklida ссылка keladi, ustiga bosib, yangi parolni kiritasiz. Endi siz aytishingiz mumkin, menda pochta ham, nomer ham akkauntga ulanmagan deb. Buni ham yo'lini o'ylab qo'ydim. Boyagi joyga kiramiz. Moy akkaunt взломni bosib, dalini bosasiz va o'z akkauntingizni kiritasiz. Dalini bosamiz va bu yerdan birinchisini tanlab turib, dalini bosasiz va video selfie shaklida o'zingizni videoga olasiz. Keyin akkauntingizni bemalol parolni tiklab olsangiz bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'ying, kelajakda kerak bo'lib qolishi mumkin va barcha do'stinglarga jo'natib qo'yinglar.